qayerdan mesniy ukol qilasiz? Biz asosan operatsiyalarimizni narkoz bermasdan qilamiz. Ya'ni ko'p proktologiya joylarida belidan spinalniy narkoz qilish orqali operatsiya qilinadi. Bizda mahalliy narkoz qilinadi. Ya'ni shu orqa teshik atrofida xuddi tishni davolaganga o'xshab superkain, lidokain holatda ishlatib yoki novakain ishlatib o'sha joy muzlatiladi va lazerda kuydiriladi. Operatsiya bo'ladigan joyingizni atrofidan qilinadi. Yolg'on gapirmanglar. Operatsiyadan keyin buni yurolmaydi, og'riq juda kuchli bo'ladi. Qarang, shunaqa yursa bo'lar ekan demak operatsiyadan keyin. Assalomu alaykum, hormang doktorjon. Narkozda uxlatib qilsa bo'ladimi? Javob uchun rahmat. Katta oldinda. Albatta, narkoz, общий narkoz berilmaydi shunda ham, lekin propofol degan dori vositasi bor. O'sha yordamda qisman uyqu chaqiruvchi holat chaqiriladi. Uyqu chaqiriladi vaqtinchalik va bu undan maqsad bemorni qo'rquvini yengish maqsadida uxlatib turib qilsa bo'ladi. Bu narkoz emas. Baribir shunda ham o'sha orqa teshik atrofida o'sha muzlatadigan qilinadi, chunki u faqat uxlatish vazifasini bajaradi, og'riq qoldirish vazifalari yo'q. Yo'qolib ketmaydi. Bu yana qaytalangan payti polip ko'payib ketgan bo'lmasin. Menda ham bir yo'qolib ketganda, keyin operatsiya qildirdim, yo'g'on ichagimni kesib tashladi. 7 sm yo'g'on ichagim qoldi. Bunday bo'lmaydi. Sababi nimaga 7 sm qolgan? Bu bemorimizda menimcha yoki ichagida yarali kalit bo'lgan, yoki kron kasalligi, yoki psevdopolipoz, ya'ni poliplar juda ko'p miqdorda qoplangan bo'lgan, yo'g'on ichakni to'liqligicha qoplaydigan shunaqa kasalliklar bor. Yo'g'on ichakni polip qoplaydi to'liqligicha, yo'g'on ichakni yara qoplaydi ko'pincha. Bu kasalliklar nomi nospetsifik yarali kalit, kron kasalligi va polipoz, psevdopolipoz kasalliklari bo'ladi. Bunaqa holatda xohlaysizmi, yo'qmi, ichagingiz olib tashlanishi faqat va faqat siz uchun yaxshi. Shifokorga umuman qiziq emas. Bu sizni hayotingizni saqlab qolish uchun qilingan operatsiya bo'lishi kerak. Vrach sizdan gaplashib ko'ring, aniq tushuntiradi.